kunimiz tabassumga muhtoj. Her külkenlarga kulk qo'shib kelayotgan, shu orqali arzuqlarni chiqarib kelayotgan Sabaki programmamizning yangi son orqali sizlar bilan diydorlashganligimizdan intayin xursandmiz. Men riyosatchi Nazgul Tursunjon. Shu davlatda dehqonlar bo'layotgani Xinjiang Sabah madaniyat tarqatish shirkati ishlagan Xinjiang Alzoq kiyim-kechak shirkati tajdaligini olgan Sabaki programmasi. Qadrli do'stlar, bu sabadagi aziz mehmon bo'lsa, oldin sonlarimizda balkim esonlarda bo'lsa kerak, o'zining tanarkachi ekanligini aytib bizni hayron qoldirgan. Lekin orqadilla sho'x-sho'x kuylar orqali bizni o'ziga mayil qilgan Shayadin kelgan naqshchi do'stimiz Rozi Luqman. Qarshi olamiz. Rahmat Nazgul. Qanaqamizda salomlar bo'lsin. Yaxshimisiz Nazgul? Shunaqla, yaxshimisizlar? Sabah ekran oldidagi barcha qarindoshlar, bizning naqshimizni yoqtirib anglab kelayotgan barcha qarindoshlarimiz, naqsh do'stlar Rozi Luqmandan hammalarga salom bo'lsin. Rahmat. Qarshi olamiz. Shuning bilan yaqindan beri nima ishlar bilan mashg'ul bo'lyapsiz? Yaqinda beri davomli tijorat ishlari, handiki shu naqsh musiqa ijodiyat ishlari bilan aldirash bo'lib, bugun mishaga yetib keldim. Yaxshi, qarshi olamiz. Shayalarimiz isib ketganda hozir. Issiq, shayalar issiq. Urumchi sovuqmi? Urumchi kepla vahshiy to'nglayaptimda. Men shayaga o'qishtiriblash, nepiz yoziq kiyim bilan kelyapti ekanman. Tas qoldim, aeroplandan tushmadi ekan, yenib ketgili. Ya, unda qilsangiz bo'lmaydi. Men sabadikilar sizni saqlayotgan tursa, undan siz men sizning kiyim masalaningizni oldi bilan bir hal qo'yib tiplar. Andan keyin parangni qilamdi. Mayli unda bo'lsa. Mayli dedim. Xinjiang Alzoq kiyim-kechak shirkati mana shu har biringlarning üstünlərə çıxsılı, intayin, ərlik, salabtanlar namayan qıla alaydıqan, nəhayət ölçəmlik tikilgən, yürüşlük kostyum burulqaları bilən sizni aldı bilən qutuqlaydı. Qobul qılın. Rahmat, teşekkürler. Etimiz özüm bək yaqtırdığan marka. Dayım kiyime bu kiyimli. Onda nəqçayın tipdi. Şu münasibətlər, şu Alzoq kiyim-kechak şirkətiga köpdən-köp rahmat, təşəkkürümüzü bildirimiz. İşlərinizlər texmo nəticəlik bolsun. Rahmat. Rahmat. Endi kiyimning masal bo'ldi, bir xotirjamchilik bo'ldi. Endi xotirjam. Erkin o'tiraylik. Endi to'nglamaydigan bo'ldingiz. Rozi. Oldin qitim sabakiyimiz orqali taralgan naqshingizningki unumi qandayroq bo'ldi? Bak yaxshi bo'ldi. Hammalarni yoqtirib, sabakiyda aytgan naqshini boshqacha bo'lamdi, nima? Aşağı chiqdi aytgan naqshni bunday keyin torlarda e'lon qilmay ayrim deydi. Naqshi sabakiyda esoldi debdi-da ular. Shunga bugun necha kun burun kelmishada saqlab turdim. Hamma naqshamni sabaq berma deb. Bo'ldi. Hamma naqsham deb qancha naqsh hozir? Çık hazır bir 80'dek naqsha keldim. 80 mi? Ondan sonra çıraklarını uçurup kaytaylı. Bugün keşif ketkidik. Çatacak. Buldu. Ondan sonra şu icadiyet kaç köp olsa, yenilik kaç köp olsa bizim sabah köyümüzün çırakları her vakit muşundak val kılıp yenip durdu. Mikrofonlarımızın maylarını tuluqlap, merdancan bilen muşun yeni naqşını saklap oturumuz. Doğru. Ama bugün anlaygan yeni naqşını bir dep bakamsız ya. Buldu. Bugünkü yeni naqşımız Şayar xalq arasida saqlanib kelayotgan xalq ahanglardan Şayar sanimi temistiki yurishlik naqshimizniki Şayar sanimi ikkinchi tanlanma nusxasini olib keldim. Ishqilib bir sanamlarni anglaydiganimizdan xabar topdim. Aziz do'stlar, qani bu yurishlik ahanglar huzuringlarda bo'lsin. Marhamat.
Türk'tenem. Altay bo'ldi borolmadim yurtim tarımga. Nima qilsam bo'lar ekan bu yetalımga. Altay bo'ldi borolmadim yurtim tarımga. Nima qilsam bo'lar ekan bu yetalımga. Hajja pichim mag'rib ketdi shirin jonimga. Yurgimni elib boray gul jamolimga. Hajja pichim mag'rib ketdi shirin jonimga. Yurgimni elib boray gul jamolimga. Yantakşanın yıllarıyda mıngdın piyade. Fotoğrafta bir yavrum var güldün ziyade. Yantakşanın yıllarıyda mıngdın piyade. Fotoğrafta bir yavrum var güldün ziyade. Qandak qılay taqdir bizge berse irade. Mehnat qılmay yarğa yetmek bir qandak yede. Qandak qılay taqdir bizge berse irade. Mehnat qılmay yarğa yetmek bir qandak yede. Vay baray desem kelmem deydi. Vay vay meylim üzemdim. Vay baray desem kelmem deydi. Vay vay meylim üzemdim. Vay urgan bilen 80 kamça. Vay vay yarım üzemdim. Vay urgan bilen 80 kamça. Vay vay yarım üzemdim. Keç buldu, keç buldu, uzun buldu. Vay buldu, yey ayarey. Yarımga oğul buldu. Vay buldu, yey ayarey. Ateş, öti uçkuncu yok ey. Yar bilen oynayım edep. Sundi benim nazım kulum ey. Yarımdan yağlıya kadar tan. Santa kaygaymu kulum. Yarımdan yağlıya kadar tan. Santa kaygaymu kulum. Yarısı ötken ömürüm faydası teken yüreklim doğrusu bulmaydiken ey. Yar bilen oynayım edep. Sundi benim nazım kulum ey. Yarımdan yağlıya kadar tan. Santa kaygaymu kulum. Yarımdan yağlıya kadar tan. Santa kaygaymu kulum. Yarımdan yağlıya kadar tan. Santa kaygaymu kulum. Qadrdonlar, dehqonlarda bo'lib atqani Şinjan Elzuq kiyim-kechak shirkati tajdorligini olgan Sabaki programmasi. Elzuq markasi mana 85gacha 10 yoshga kirdi. Elzuq kiyimlari avomning iste'mol saviyasiga uyg'unligi, sifatliligi, yarishimlik va ommabopligi bilan qalblar to'ridan va kiyim-kechak sohasining to'ridan o'rin oldi. Bo'lib shu obraz vakilimiz, ya'ni hammamizning qalbidagi eng sevimli san'atkorlarimizdan Mo'minjon Abdukim apandi obraz vakili bo'lgan mushu yurishli kiyimlar Elzuq markasi bilan joy-joylarga tarilib, har millat iste'molchilarining yaxshi bahosiga erishdi. Mana hozir bizningki aziz mehmon Elzuq kiyimlarini ko'rgandan keyin nihoyatda xursandligini ifodalab rahmatlarini aytdi. Demak, Elzuq kiyimlaridan texsiz kiyib baxmagan bo'lsangiz, kechikmaysiz do'stim. Hozirning o'zida joy-joylardagi obraz do'konlariga kiyib, Elzuq markasidagi yarishimli kiyimlardan qani sizmi bir kiyib baxsangiz bo'ladi. Elzuq markasidagi kiyim-kechaklarning bundan keyingi ishlarining texmi ro'naq tepishini Elzuq markasining joy-joylardagi obraz do'konlarining ham ishlarining o'ng'ishli bo'lishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Endi naqshimizga kelsak, bu naqsh kuylarni hammamiz anglab cho'ng bo'lgan. Xalq kuylarini qaysi vaqtda anglasak, ya'ni yangidek tuyg'u berishiga sabab u har zamonga moslashgan, to'g'rimi? To'g'ri. Buning bir akkordlashtirish xizmatlarini ozroq o'taganda qilsizlar.
To'g'ri. Bu ayni vaqtda shu xalq orasida saqlanib, shu milliy muzikalar bilan tabiiy saqlangan muzikalar ekan-ku. Buni hamda biz azroq o'zimizga o'zlashtirib, hozirgi muzikalar bilan bir yangilik qilib, o'tirib chiqib, shu keyingi avlodlar uchun bir xotira bo'lsinmi, bo'lib qolsin degan maqsadda qayta o'rindab chiqdik. Teksti muzikasi xalqning akkordlashtirish xizmatini yangi studiyasidan Abdurasul Ubul do'stim ustiga elib tamomlagan. Shu munosabatda Abdurasul Ubul do'stimga ko'pdan-ko'p rahmat tashakkur etaman. Shundaqla naqshlarimizni yoqtirib anglab kelayotgan, bizni qo'llayotgan barcha do'stlarga ko'pdan-ko'p rahmat tashakkurimni bildiraman. Rahmat. Sabah yükseknimiz mana shu naqsh kasbiga ishtiyoq bog'lagan havaskorlarni, san'atchilarni, talantli do'stlarimizni, ixtisos egalarini mushu sahnada kutadi. Mushu sahnimiz orqali o'zingizning yangi naqshlaringizni aytib olish fursatini ham har vaqt yaratib beradi. Agar sizlar xohlasangiz, sahnimizning darvozasi siz uchun mangu ochiq. Sabah sahnimizda kunda yangi kuylar yangrab turadi do'stlar. Mashinanglarda mana shu chiroyli kuylarni davomli anglab turishni o'ylasanglar, qancha o'qib qo'yishni ham baklab qo'yishni faqat unutib qolmanglar. Amsa bu da yana bir yangi kuylar bilan kelishni o'ylayapsiz. 80 naqshining 79 qoldi emasmi? Deb qolsiz Nazgul chiq naqsh vataqmanda. Bundan keyin baxt kuylanganda biz mustaq shoq naqshlar chiqib keldik mushadi billa. Maktab uchib ketimiz taqjimon. Bo'ldi. Biz shundaq qiziqarli paranglarimiz, ahamiyatli hikoyalarimiz, eng muhimi yangi kuylarimiz orqali sizlar uchun davomli xizmatda bo'lishga har vaqt tayyor, to'g'rimi? To'g'ri. Şinjan Sabah Madaniyat Tarqitichak şirkati ishlagan Şinjan Alzuq kiyim-kechak shirkati tajlarligini olgan bu sanimizni mishada oxirlashtirsak, atki mehmon kimdir siz bilamsiz? Kimdir? Men qiziqib qoldim hozir. Men toz bilmadim çünkü naqshchilar pek yanılib turadi emasmi? Amsa atki mehmonning kimligi qiziqsanglar, men bilan birlikda atki sabah kuyiga diqqatlarni oldirgaysizlar. At ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Bo'lmaydi ekan, foydasi bo'lmaydi ekan, ish qotib tekkan yurak.